o'quvchilar, bugun kim navbatchi ekan? Ha, Umida. Bugun darsda Sharmabayev Kamolxon, Yunus Abdurahmon Akmalxonov Musulmonlar. Darsda uyga vazifa qanaqa nomer berilgan edi? Qani? Madina? Uyga vazifa 891 misol berilgan edi. Tanlarimizni nima qilardik? Har doimgidek bir-birimizga almashtirib, darrov tekshirib yuboramiz. Hammamiz tekshirib oldikmi? Hamma to'liq bajardimi uyga vazifani? Juda ham yaxshi. Ballarini hozir dars davomida qo'yib yuboramiz. Молодец. Hurmatli o'quvchilar, o'tgan darsda qanaqa mavzu o'rgangan edik? Kim aytadi? Qani, Umida? O'tgan darsda ko'k burchaklar mavzusini o'tdik. Juda ham yaxshi. Burchaklar mavzusida biz juda ham ko'p burchaklar haqida ma'lumot oldik, to'g'rimi? Qani kim aytadi menga? Ko'p burchak deganimiz nima ekan? Uning elementlari haqida ma'lumotni kim aytib beradi menga? Qani? Gulsanam, ko'p burchak deganimiz nima ekan? Qani Gulsanam aytingchi? Burchak bu yopiq, siniq chiziq. Yopiq, siniq chiziq. Juda ham to'g'ri. Uning elementlarini kim aytib beradi menga? Uning elementlari qani Jahongir? Uning elementlari uchlari va tomonlaridir. Yana Burchaklaridir. Burchaklaridir. Juda ham to'g'ri. Молодец. Qani o'tiramiz. O'tgan dars bo'yicha hamma juda ham a'lo darajada tushunib olgan, ya? Unga asosan misollar ishladik, uyga vazifani bajarib keldik. Bugungi sanani yozib, endi bugun yangi mavzu o'rganamiz sizlar bilan. Ya'ni aylana va doira. 1-aprel aylana va doira. O'quvchilar, bugun sizlar bilan biz aylana va doira mavzusini o'rganamiz. Uning maqsadlari bilan alohida biz o'rganishimiz kerak. Qanaqa maqsadi bor? Aylana va doira tushunchalarini tushuntirish, ularning elementlari bilan tanishtirish. Birinchi maqsadimiz. Ikkinchi maqsadimiz matematikalik savodxonlikni oshirish. Uchinchi maqsadimiz aylana va doirani farqlashga o'rgatish. Diametr va radius o'rtasidagi bog'lanishlardan masalalar yechishda samarali foydalanishni o'rganish. Bu bizning maqsadimiz. Endi hurmatli o'quvchilar, aylana deb nimaga aytiladi? Aylana deganimiz nima? Ixtiyoriy biz tekislikda bitta nuqta olamiz. O nuqtasidan bir xil masofada joylashgan nuqtalardan tashkil topgan yopiq chiziq bizda aylana deb aytiladi. Aylanani endi qanday chizamiz? Qarang biz. Mana ixtiyoriy nuqta oldik. Ana shu orqali qarang, buni chekkalarida juda ham ko'p nuqtalar joylashgan. Ana shu nuqtalarni bir xil masofada joylashgan nuqtalardan tashkil topgan yopiq chiziq bu aylana deb aytiladi. Hurmatli o'quvchilar, endi mana shu aylanani hozir hammamiz daftarimizga chizamiz. Chizib olib, chiroyli qilib yozib olamiz. Bu aylanani chizish uchun bizga qanday asbob kerak? Sirkul kerak. Sirkul orqali biz chizamiz. Sirkulni chizish uchun biz sizlar bilan buni 3-4 sinflarda foydalanganmiz, chizganmiz, o'rganganmiz, ya? Endi hozir ana sirkul orqali biz aylana chizib, tarixini yozib qo'yamiz. O'quvchilar, biz hammamiz aylana nima ekanligini bilib oldik. Endi doiraga o'tamiz. Doira deb nimaga aytiladi? Tekislikning aylana ichidagi qismi doira deb aytiladi. Endi buni agar siz qozoq tilida yoki qozoqcha kitoblarda, testlarda ko'rib qolsangiz, siz buni jabr shengberdan ishindagi bo'ligi do'ngelik deb aytiladi. Ya'ni bizda doira bu do'ngelik, aylana shengber deb aytiladi. Ana shuni unutmaylik, xo'pmi? Erdagida chiroyli qilib yozib olamiz.
Endi qaraymiz. Doira bilan aylananing farqini mana shu ekran orqali ko'rib olsak, kim aytadi? Mana shu joyda qaysi biri doira, qaysi biri aylana? Qani kim Sarvinoz aytingchi, qaysi biri aylana, qaysi biri doira? Doira tanga, aylana uzuk. Juda ham to'g'ri. Barakalloh, o'tiring. Juda ham to'g'ri aytdi Sarvinoz. Hozir bizda uzuk, bu bizda aylana, tanga bu bizda doira. Sababi bizda uzuk bu ichi bo'shliq, ya'ni uzunligini topa bilamiz biz uzukda. Tangada biz yuzasini topamiz. Tushunarli bo'ldimi? Ikkitasini farqini. Endi hurmatli o'quvchilar, bizda mana shu aylana, doira deganlarimizni hammasida radius bo'ladi. Radius deganimiz nima? Aylananing chizig'idagi istalgan nuqtani markaz bilan bog'lovchi kesma radius deb aytiladi. Boya sizlarga ko'rsatganimdek, buning atrofida juda ham ko'p nuqtalar bor edi. To'g'rimi? Mana shuni markazi bilan ana shu ixtiyoriy nuqtalarni tutashtiruvchi bizda kesmamiz radius deb aytiladi. Mana qarang. A, O, B, O, O, S, O, D bularning hammasi radius deb aytiladi. Shuni oldikmi? Doskadan ko'chirib olamiz. Hammamiz radius nimaligini bilib oldik, doskadan ko'chirib oldik. Endi bizga diametr. Bu aylanada ham, doirada ham uchraydigan bizda. Diametr deb nimaga aytiladi? Aylananing ustidagi ikkita nuqtani tutashtirib, markaz orqali o'tuvchi kesma bizda diametr deb aytiladi. Buni biz qanday tushunamiz? Markaz deganimiz boyandan buyon sizga aytyapman. Ya'ni o'rtasida turgan bizdagi O nuqtasi bilan berilgan joyimiz bu markazi bo'ladi. Ixtiyoriy joydan biz markaz orqali o'tuvchi ikkita nuqtani tutashtiruvchi kesmamiz bizda. Bu bizda diametr deb aytiladi. Ya'ni mana buni qaraydigan bo'lsak, qarang. Bu yerda juda ham ko'p diametrlar, lekin faqat markaz orqali o'tish kerak. Qarang, K, L, N, S, A, S, Y, F bularning hammasi bizda diametr deb aytiladi. Sababi bu bizda markaz orqali o'tyapti. Doskadagini chiroyli qilib yozib olamiz. Mana biz ya'ni diametr nima, radius nima ekanligini hammamiz tushunib oldik. Ya'ni bizda ikkita radiusimiz, bitta diametrni berar ekan. Endi esa diametrni beradi. Radiusni topishimiz uchun diametrni ikkitaga bo'ladigan bo'lsak, biz nima qilar ekanmiz? Radiusni chiqarib olar ekanmiz. Ya'ni bizda bitta diametrimiz ikkita radiusga teng ekan. Endi radiusimizni topishimiz uchun diametrni ikkitaga bo'ladigan bo'lsak, bizda radiusni topar ekanmiz. Doskadagini yozib olamiz. Bugungi dars hammaga tushunarli bo'lgan bo'lsa, hozir endi bugungi darsga asosan misollar yechishni boshlaymiz. Yechishdan oldin men sizlarga hozir mana bu varaqni tarqataman. Har bir komandadan kapitan komandalarimiz bor, o'zlari bilishadi. Mana shunga hammani ism, familiyasini yozadi-da, kim qanday javob beryapti, hozirgi misollarni kim qanaqa ishlashyapti, ana shu har bir turiga ball qo'yib chiqadi. Men undan keyin buni dars oxirida olamanda hamma ballarini hisoblab kundalik gazetga qo'yaman. Har bir turga 2 balldan qo'yasiz. To'g'ri ishlasa, to'g'ri ishlamasa 1 ball. Umuman ishlamasa 0 ball qo'yasiz. Xo'pmi? Mana familiyasini yozib bering. Ismini yozib bering. Mana bu yerga ismini yozasiz. Mana bu yerga ismini yozasiz. O'quvchilar, hammamiz daftarimizga 372 misol deb yozib, hamma o'zi tezroq misol ishlashni daftariga yozib, yechimini hisoblaymiz. Ya'ni, birinchisi aylananing radiusi berilgan, biz nimasini topamiz? Diametrini topamiz. Ikkinchisida monetaning diametri berilgan, biz radiusini topishimiz kerak. Uchinchisida aylananing radiusi berilgan, biz diametrini topishimiz kerak. Hamma o'zi tez-tez ishlaydi.
ishlab bo'lgan o'quvchilar qo'l ko'taradi, men borib darrov tekshirib, balini aniqlab beraman. Qani, boshladik. Tez-tez yozib ishlayveramiz. Qani, tez-tez. Tez-tez ishlayveramiz. İşlab bo'ldikmi hammamiz? Молодец. Qani? Молодец. Hozir borib tekshirib beraman. To'g'ri. Молодец. Siz ham bo'ldingizmi? Qani? Xo'sh, 16. Juda ham to'g'ri. Tengisi 12, 9. Молодец, juda ham to'g'ri. Tengisi. Siz ham bo'ldingizmi? Qani? 16, 4. Keyin mana bu yeringiz xatoyu 16, 12 xato bo'lib qolibdi. Mana ikkitasi xato. Qolgani to'g'ri. 1 ball, 2 ball, 2 ball. Hozir siz ballarini qo'yavering. Qani kim ishlab bo'ldi? Aha, bizda. To'g'ri hammasi. Yig'imizda. To'g'ri, sizda hammasi to'g'ri. Hozir tekshirib beraman. To'g'ri, juda ham to'g'ri. Bundan bunday qilingchi. 3 ta xato bunda. 3 ta xatosi bor. Sizdachi? Qani? Qolganini niye ishlamadingiz? 3 tasini ishlabsiz. Bu yoqqa 1 ball qo'yasiz. Davomi yo'q. Sizlar ham ishlab o'qirdinglarmi? Qani? Yo'q, mana ikkitasi xato. Xato. Mana ikkitasi xato, qolgani to'g'ri. Sizda ikkita ellik bo'lmaydi-yu, 5 bo'ladi. Mana bu ikkita bo'ladi. Ikkitasi xato. Sizda ham to'g'ri. Sizda ikkitasi. Sizlarda? Aha. To'g'ri. 14, 6. Qolgani qani? Qolganini ishlamabsiz? Ha, bari ishlanadi, albatta, hammasi ishlaydi. O'quvchilar, sal miyamizni tomog'tirishimiz uchun hammamiz daftar kitobimizni bir chetga qo'yamiz. Daftar kitobimizni bir chetga qo'yib, o'rtani ochamiz. O'rtani ochib, hazman sizga chiroyli topshiriq beraman. Ana shu topshiriqni bajaramiz. Mana o'rtani ochib oldikmi? O'rtani ochib olsak, ya'ni mana bu bizda nima edi? Nima aytadi? Labirint, ya? Mana shunga tezda har bir yo'lni tezda chaqqonlik bilan hammamiz chiqib ketish yo'lini topishimiz kerak. Hozir men sizga 3 ta tomonidagi 3 tasini beraman. Gruppovoy. Mana har bir arqonni bitta-bittadan ishlaymiz. Qani? Hammamiz. Qani? Hammamiz ishlab olamiz. Tomonda ham. Hammamiz ishlab olamiz. Ishlang. Aha. Bo'ldi. Endi boshladik. Qani chizishni boshlaymiz. Bu komandamiz ko'p qoldi. Молодец. Bu komanda ham bo'ldi. Bu komanda ham ko'p qoldi. Ozgina qoldi. Молодец. O'quvchilar juda ham yaxshi tezkorlik bilan bizlarda o'z aslida bu komandamiz birinchisi bo'ldi. Baraka topinglar. Mana tezda va chiroyli holatda tez-tez chizib har bir yo'lini tezda aniqlab berdi. Bu komanda ham aniqlab berdi. Juda ham yaxshi. Daftarlarimizni ochib chiqaylik. O'quvchilar, hammamiz doskadagi misolga ahamiyat beramiz. 393-misol. Hammamiz daftarga boyagi holatda ishlab, menga yechimini topib bo'lgan o'quvchi qo'l ko'taradi, borib tekshiraman. Bizni qizlarimiz ballinglarni qo'yib qo'yadi. Boshladik. Hurmatli o'quvchilar, ishlab oldikmi boyagi misolni? Kimlar ishladi? Молодец. Hozir hammanglarni daftaringlarni tekshirib beraman. Juda ham молодец. Avval hozir tekshirib, tez-tez ballinglarni qo'yib berib olaman.
Qani? 69850 juda ham to'g'ri. 69850, 69850. Har biriga 2 balldan qo'yavering. Siz yarmiga yetishsiz, hali ishlab bo'lmabsiz. Bu yoqda sal xatolikka yo'l qo'yibsiz 1 ball. 69850 juda ham to'g'ri. Bu yoqda 69000. Hammada shunday chiqdimi? Молодец. Bu komandaga hammasiga 2 balldan qo'yib chiqing. 850 chiqdi. Juda ham to'g'ri. Молодец. A'lo darajada. Har biriga 2 balldan qo'yib chiqing. Молодец. Hurmatli o'quvchilar, keyingi o'yinimizni navbatiga, ya'ni bugungi dars hammaga tushunarli bo'ldimi yoki yo'qmi? Biz mana bu test orqali hozir bilamiz. Shuning uchun qaysi komandadan bir chetdan boshlash uchun 3 ta komandadan bitta o'quvchi chiqsin. Keling, Jahongir. Muhammad, Shahmir, qani kelamiz. O'quvchilar, hozir mana bu yerdan siz bunday turing. Uchalangiz bitta aylantirasizda, qaysi bir komandadan ko'proq ball yig'sangiz, shu komanda doskadagi testni boshlaydi. Qani? Test. Bittada tushirish kerak, bittada. Aha. Bundan tushmadi, bundan tushdi. Bizda 22 bo'ldi. 22 bo'ldi. Keyingi komandamiz test. 22 bo'lsa, keyingi komandamiz. Kirgizing. Xo'sh. Bizda necha bo'ldi? 13, 22 bo'ldi bunda ham. Keyingi komandamiz. Qani? Bittada tushirasiz bo'ldi. Sizda 20 bo'ldi. Bu ikkita komandadan bitta o'quvchidan chiqib boshlaydi. O'tiramiz. O'tirib oling. Bizga chiqingchi. Chemberning kes kelgan nuqtasining onun sentri bilan qo'satning kesindi ne deb aytiladi? Kes kelgan nuqtasining onun sentrini deyin. Nima deb aytiladi? Qani boshing? Ya'ni radius deb aytiladi. Qani Umida chiqingchi. Chemberning diametri radiusdan necha yeta ulkan deydi. Chemberning diametri 2 yeta ulkan deydi. O'ta kerak, o'ta tomosha o'tiramiz. Bugungi dars hammaga juda ham yaxshi tushunarli bo'libdi. Endi hammamiz yozib olamiz. Kundaligimizni ochdik. Uyga vazifam nomer 382 yozib olinglar. Ungacha boyaga bergan ballimizni sanab men kundalik fiziga qo'yib qo'yaman. Ya'ni mana bu yerda Xalmuratov 7 ball, mana bu yer To'raxonov 7 ball, Qasimova hammasini sanayman. Mana bu yerdagi o'quvchilarimizdan Umida 8 ball, Madina bizlarda 8 ball, Naila 7 ball, Farangiz 7 ball. Bu komandamizdagi o'quvchilarimiz Rayana, Madina, Sarvinaz, Muhammad 8 ball, Umar 8 ball, Dilnoza 7 ball. Bu ballarni hammasini kundalik izetga qo'yib qo'yaman. Tushunarlimi? Endi bugungi dars qanday holatda o'tdi? Kim qanaqa tushundi? Kimning fikri qanaqa? Hozir hammamiz mana shu stikerga yozib, doskaga tezda osib yuboramiz. Qani hammamiz tez yozamizda, fikrimizni bildiramiz. Hammasini men uyda o'qib, hammasiga takliflar bo'lsa takliflarni keyingi darsda yana ham yaxshiroq o'rganishga harakat qilib kelamiz. Xo'pmi? Xayr, darsimiz tugadi. Sog' bo'ling.